Boysun havosi zaharlanmoqda. 2025-yil 28-may kuni Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi M25 gaz konida ro'y bergan yong'in ortidan atmosferada oltingugurt dioksidi miqdori xavfli qizil darajaga yetgani aniqlandi. Ushbu holat Kosmo monitoring ma'lumotlariga asoslanib tasdiqlandi. Mazkur hodisa yuzasidan hozircha rasmiy idoralar tomonidan rasmiy axborot berilmagan. Yong'inning sabablari, gaz tarkibi va havo ifloslanishi darajasi bo'yicha ochiq ma'lumotlar ham taqdim etilmagan. Eslatib o'tamiz, ilk bor 2024-yil 1-sentyabr kuni Surxondaryoning Boysunida joylashgan Mustaqillikning 25-yilligi konidagi 604-sonli quduqda burg'ilash ishlarini olib borish jarayonida texnologik jarayonning buzilishi natijasida vodorod sulfid gazi sizib chiqqan edi. Mazkur holatdan keyin 4 kishi halok bo'lgani va 11 kishi jarohat olib shifoxonaga joylashtirilgani ta'kidlangandi.